Aqlli ayol bilan ahmoq ayolning farqi nimada? Aqlli ayol, e'tibor bering, erini doim kiyimlarini dazmollab, uni chiroyli kiyintiradi, ishonch bilan uni ishga jo'natadi va u haqida yaxshi gumonda bo'lib, uning ortidan yaxshi niyatlar, yaxshi duolar qiladi. Ahmoq ayol xuddi shu ishlarni qiladi, lekin faqat o'ylaydi, menga xiyonat qilayotgan bo'lsa-chi, unaqa bo'lsa-chi, yetmaganiga telefonlarni ham ko'rib turadi va qayerga bordingiz, qayerga keldingiz deb turmush o'rtog'ini nazoratda saqlashga harakat qiladi. Haqiqiy aqlli ayol ilm oladi, o'z ustida ishlaydi, ulg'ayadi, rivojlanadi, o'z kamchiliklarini tuzatadi. Ahmoq ayol erini o'zgartirishga harakat qiladi, bunga tegib to'g'ri qildim, uni to'g'ri qildim deb ko'p o'ylaydi va boshqa erkaklar bilan o'z turmush o'rtog'ini solishtiradi. Aqlli ayol erini boriga shukur qiladi, topgan tutganiga shukur qiladi, undan minnatdor bo'ladi, yaxshi ham borsa-da joz deydi. Ahmoq ayol senga tegib nimani ham ko'rdim, nima bo'ldi, senga meni majburlab berishdi degan gumonda yashaydi.